O'zbekistonda Spark mashinasini zavod tomonidan ishlab chiqarilayotib turganda xatolik qilib qo'yilgan. Bu videoyimda siz o'sha xatoni nimaligini bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va Spark mashinasida xato qilinyapti turganda nimalarga e'tibor berish kerak va nimalar qilish kerak, aniq va to'liq ma'lumotlarni beraman. Videoga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu Avtovix kanalimizda sizga foydali ma'lumotlar doim berib boramiz. Profilimga kirsangiz, siz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni ham doim topib borasiz. Bu Spark mashinamizda qilinayotib turgan ishlar, bu mashinani o'zi juda ham yumshoq, hadoylari joyida, lekin biz bu mashinani yana ham yumshatib, O'zbekiston yo'llariga va yamalariga dosh berish uchun Captiva periodikali podushkalar qo'yib, mashinani yana ham yumshoq qilib beryapmiz va oldilariga, orqalariga усиление amortizatorlarimizdan qo'yib beramiz. Bu усиление amortizatorlar перекачка deb hisoblanmaydi. Juda ko'pchilik перекачка deb o'ylaydi. Bu усиление amortizatori, ya'ni o'zini amortizatorining ichki qismini olib tashlab, ichiga усиление qilib, Captiva Cobalt amortizatorlar periodika qilib moslab beriladi. Shuning uchun uni усиление amortizator deyiladi. Ya'ni bu amortizatorlar bemalol yamalarga qo'rqmay tushishingiz mumkin. O'qlari qayrilmaydi va sizga hech qanday noqulay tug'dirmaydi. Va eng ko'p menga murojaat bo'layotib turgan narsa Spark mashinasida pastdagi gitara podushkani uzilib ketishi. Juda ko'p uzilyapti deyshadi. Agar siz bu podushkani originalidan qo'ysangiz, hech qanday uzilish va noqulaylik tug'dirmaydi. Ko'pchilik bunga Malibuni qo'yishyapti, podushkasini periodika qilib yoki Cobalt qilib qo'yishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Nimaga noto'g'ri narsa? Bu o'zi podushkasi juda ham yumshoq bo'ladi. Har razgom olganingizda yoki skorga urganingizda qo'zg'alayotib turganda, hattoki avtomat bo'lsa ham mashinangiz bu qo'zg'alayotib turganda D ga urganingizda razgom oldiga yurgani hisobiga, motor ko'tarilganligini hisobiga bu podushka agar Malibu bo'ladigan bo'lsa yoki Cobalt bo'ladigan bo'lsa, ular joyida qattiq qimirlamaydi, joyida turadi. Bu degani ichkari granataga katta kuch kelib qoladi. Shuning uchun ichkari granatadan tez so'kilib qoladi va mashina 50-60 tezlikda qaltirash paydo bo'lib qoladi. Doim shu narsalarga e'tibor bersalaring, mashinalaring yumshoq yuradi. Albatta buni original jemini yoki koreyskiy originalini qo'yilsa, podushka uzoq vaqt xizmat qilib beradi. Juda ko'pchilik Xitoy qo'yib qo'yadi, ko'p yurmasdan uzilsa, podushka uzilib ketdi, podushkada ayb bor ekan, mashinada ayb bor ekan deb o'ylashadi. Aslida original qo'ying, mashinangizda muammo yo'qoladi. Keyingi masala konfetka rezinkasi. Konfetka rezinka nima vazifani bajaradi? Juda ko'pchilik yamaga tushganda mashinada har xil ellips paydo bo'lib qoladi. Ya'ni rul olib qochishi yoki mashina g'alati yamaga tushganda eshilib qolishi, ya'ni balon keng xuddi xayolida balon bir tomonga tortib ketyapti turgandek hisob qilishadi. Bu nimaga? Aynan mana shu konfetka rezinkasi. Konfetka rezinka juda katta vazifani bajaradi. Ya'ni hadovoyda 50% ushlab turadigan bu konfetka rezinka bo'ladi. Bu rezinka arzimagan summa turadi. Uni ham originalini qo'yib, doim almashtirib tursangiz, endi doim hamki qanday masalan, misol, siz postoyanniy mashinada yuradigan bo'lsangiz, almashtirib turishni maslahat beraman. Yamaga tushganingizda ellips yoki mashina g'alati tushib turgan bo'lsa, bilingki, ana shu konfetka rezinkada muammo bo'ladi. Shuning uchun almashtirishni maslahat beraman. Endi eng asosiy masala zavod tomonidan nima xatolik qilib qo'yilgan? Zavod tomonidan bu mashinani juda ham baquvvat ishlab qo'yishgan. Ya'ni hadovoyini yumshoq va baquvvat ishlab qo'yishgan. Buni bitta hadovoy qildirganingizda yoki o'zini zavod holatida yurganingizda ham mashina ancha vaqt yurib beradi. Mana bu mashinamizni ham 200 ming kilometr yurishdi. Mashinani endi hadovoy qilinyapti. Faqat bu mashina o'zlarini shaxsiy ishlari bilan yurgan. Shuning uchun mashinani endi hadovoy qilinyapti. Agar sizda ham hadovoyingizda muammo bo'lsa yoki hadovoy qildirmoqchi bo'lsangiz, avvalambor mashinangizda nima ish qilasiz? Masalan, tirikchilikka chiqadigan, postoyanniy yo'lda yuradigan mashinalar bor yoki o'zini ishi bilan yuradigan mashinalar bor. Albatta o'sha mashinalarga усиление amortizatorlar qo'yib, bu podushkani, Captiva podushkani xolang qo'ydiring, xolang o'zini zavodini qo'ydiring. Mashina shunday ham yumshoq bo'ladi. Bu podushkani qo'yishdan maqsad yamalarga tushganda udarni qaytarib berib, udarni yutib o'radi. Shuning uchun qo'yiladi. Bu podushkani postoyanniy yo'lda yuradigan, tirikchilikda yuradigan akalarimizga tavsiya qilaman. Agar siz o'zingizning ishingiz bilan yuradigan bo'lsangiz, o'zini shaxsiy podushkasini qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Spark mashinasida yana bitta nozik masala bor, ya'ni orqa tomoniga odam o'tirganda balon kriloga tegib g'irtillab ovoz chiqarishi. Juda ko'p Sparklarda shu muammo uchrab qoladi, ba'zi birlarida yo'q. Juda ko'pchilikka shu videoni qo'yganimdan keyin, ma'lumotini berganimdan keyin kommentariyada yozishganda, bizda unaqa emas, bizning mashina zo'r, bu ba'zi birda, hammasida ham emas. Mana shu orqa balonda kriloga tegib g'irtillab ovoz chiqarishiga sabab bu prujinadan bo'ladi.
Bu mashinaga ham mana ko'rib turgan prujinalaring Spark mashinasini oldi prujinasi. Buni peridirka qilib qo'yib berganmiz. Birga bir tushadi, faqat ozgina ishi bo'ladi. O'sha ishini qilib qo'yiladi. Mashinani orqasiga 3 ta, 4 ta odam o'tirganda ham cho'kib, balon kriloga tegmaydi. Mashina yumshoq bo'ladi. Juda ko'pchilik oldini qo'ysa qattiq bo'lib qoladi deb ham o'ylashar ekan, lekin bu qattiq bo'lmaydi. Sizga qattiqlik bo'lmasligi uchun bemalol garantiya bera olamiz. Chunki bu ishlarni biz 3 yildan beri qilamiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi va orqasiga o'zimizdan усиленный amortizator qo'yib berganmiz. Ya'ni bu prujinaga moslangan, yukka moslangan, odamni любой narsaga moslangan amortizator. Yana bitta asosiy narsani aytib o'taman. Orqa cho'loq vtulkasi. Ya'ni cho'loqda turadigan baquvvat rezinkasi bo'ladi. Bu rezinkani ham har 100 ming, 150 mingda almashtirib turishni maslahat beraman. Sababi bu rezinkani ichi to'la, uzilmagan deb o'ylashadi. Yuk yuklagani hisobiga rezinka bag'da butun turgani bilan rezinkani ichki qismi uzilgan bo'ladi va bu mashinada yamadan o'tganingizda do'qqillagan ovoz chiqarib qoladi. Juda ko'pchilik cho'loq vtulkani almashtirmaydi, amortizator qo'yishadi, prujina qo'yishadi va barcha ishlarni qilib ko'rishadi, shumkagacha qilib ko'rishadi, lekin muammo yo'qolmaydi. Bunga sabab cho'loq vtulkani ichki qismi uzilgan bo'ladi. Mana shu joyda turgan cho'loq vtulkani ham har 100 ming, 150 mingda almashtirib tursangiz, sizda bo'layap turgan har xil noxush holatlarni ham oldini olgan bo'lasiz. Hali endi siz baquvvat mashina dedingiz, endi buni rezinkalar almashtiryapsiz dedingiz-ku, lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. Zavod tomonidan baquvvat ishlab qo'yilgani bilan, lekin bu mashinada ham o'ziga yarasha muammolari bor. Ya'ni bu nima degani? O'zbekistonda yo'llariga, yamalariga zavod hisob qilib chiqarmagan bu mashinani. Shunga ham e'tibor beringlar, albatta. Agar sizga mashinangizda noxush holatlar bo'lib turgan bo'lsa, yaxshi mutaxassis servisiga olib kirib turib, shu cho'loq vtulkalarini, prujinalarini, oldi amortizator, recha podushkalarini tekshirtiring. Mashinangizni chopga qilib to'g'rilab bersin. Yana mashinangiz yumshoq, avvalgidan ham yumshoqroq bo'lib yuraveradi. Rulni burganda, chapga yoki o'ngga burganda g'irtillagan ovoz chiqib qoladi. Juda ko'pchilik buni rulovoydan, rulovim ketibdi, rulovoyni almashtirishim kerak deb o'ylashadi, lekin e'tiborli bo'lsak, men Instagram profilimga ham, YouTube profilimga ham qo'yganman juda ko'p marotaba aynan muammo nimadanligini. Mana shu stabilizator tiyaga. Aynan bu tiyagani ichida plastmassa suxari bo'ladi. Havo isigan sari, motorni issig'iga, havoni issig'iga bu plastmassa suxari ishadi. Shuni hisobiga, ishib qolganligi hisobiga stabilizator tiyagani o'qini qisib qolib, rulni burganlarida g'irtillagan ovoz beradi. Shuni agar almashtirib olsangiz, sizda bo'layap turgan muammolar yo'qoladi. Arzimagan tiyaga deb rulovoyni almashtirish shart emas. Bu tiyaga hozirgi kunda originali 120 mingdan 150 minggacha turadi. Rulovoyingiz bo'lsa, siz yangi qo'yaman deydigan bo'lsangiz, rulovoy narxi hozirda 200-250 dollargacha, rabochi qo'yaman desangiz 100 dollar atrofida bo'ladi. Gidravlikasi. Agar sizniki elektronika bo'lsa, 150 dollardan 250 dollargacha turadi elektronikani original jemi. Shuning uchun avvalambor tashxisni to'g'ri qo'ydirib, yaxshi mutaxassisga ko'rsatilsa, u mutaxassis ishini ustasi bo'lib, shu narsalarni aniq tochni aytib bersa-yu almashtirsa, sizlarda bo'layap turgan muammo yo'qoladi. Keyingi masala, toshli yo'lda yurganda rullar qaltirashi, rulni burganda o'ng tomondan, chap tomondan duruqlagan ovoz chiqib qoladi-yu, shu narsaga mana shu sharnir sabab bo'ladi. Bu mashinaga ham mana sharnirlarini hozir усиление qo'yib berganmiz. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Sharnir umuman qimirlamaydi, joyida turadi. Aynan sharnir shu holatda bo'lishi kerak. Nimaga? Bu udarlar kelganda bu sharnirlar udarlarni qaytarib, rullarga vibratsiya berishi, duruqlashi yo'qoladi. Agar siz sharniringizni yetganingizda, shu sharnirni tepaga ko'targaningizda o'zini kuchini ushlamasdan tashlab yuboradigan bo'lsa, bilingki, sharnir ketgan bo'ladi. Agar siz buni original yaxshisini qo'ysangiz, kamida 1 yil, 1,5 yil xizmat qilib beradi. Undan ham ko'p xizmat qilishi mumkin. Avvalambor yurishingizga bog'liq. Tem bo'li O'zbekiston yo'llarida yamalar jicha ko'proq, shuni hisobiga shu holat bo'lishi mumkin. Eng asosiy va eng dolzarb muammolardan bittasi bu chashkasi. Mana qo'limda ko'rib turganlaringiz zavodskiy chashkasi, bunisi trekker chashka. Ko'pchilik usta akalarimiz, ya'ni hamkasblarimiz trekker chashkani qo'ysa, mashinani oldi baland bo'ladi, hadeb chashka o'tirib qolavermaydi deyshadi. O'zini zavodskiy chashkasiga tepasiga doполнительный qo'ysa, zazor yo'qolib, mashina oldi do'qqilashlar yo'qoladi deb o'ylashadi. O'zi aslida mendan juda ko'pchilik kommentariyada so'ragan uchun sizlarga bitta ma'lumot aytaman. Aslida o'zini original jam chashkasiga yetmaydi. O'zinikidan qo'yasiz va biroz vaqt yurgandan keyin tepasiga doполнительный rezinkani qo'ying. Shu bilan muammolaring yo'qoladi. Juda ko'pchilik tepasiga doполнительный rezinkani qo'ysa, mashina qattiq bo'lib qoladi, mumkin emas deb o'ylashadi.
Ha siz yangi original jam chashka qo'ydingiz, bir haftadan keyin u chashka ko'tarilib qoldi. Shu ko'tarilgan holatda mashinani daqqillatib yurmaysiz-ku. Shuning uchun albatta bir haftadan keyin chashka ko'tarilgan holatda o'sha doполнительный rezinkani qo'yib, joy-joyiga sifatli qilib qo'yilsa va sifatlisidan qo'yilsa, sizlarda umuman muammo bo'lmaydi. Shunga e'tibor beringlar. Juda ko'pchilik maslahat so'rashadi. Trekker chashka qo'ysam bo'ladimi? Trekker chashka qanaqa? Albatta, men o'zini zavodskiy chashkasiga yetmaydi. Chunki o'zini zavodskiy chashkasida ishlaydigan xotka bo'ladi. Ya'ni chashka o'tirgandan keyin aynan shu chashka yamaga tushganda ishlaydigan xotkasi buni rezinka ichkariga kirib chiqib ishlaydi. Ha bu trekker chashkasida bunday xot yo'q. Prujina prema o'tirgan uchun ishlash xoti bo'lmaganligi uchun mashinada yamaga tushganingizda qirsillash, do'qqillash ovoz paydo bo'lib qoladi. Juda ko'pchilik gaykalarini ham almashtirsa yaxshi bo'ladi. Gaykasini переделка qilsa yaxshi bo'ladi, ma'lumot berishadi. Lekin aslida o'zini zavodskoyiga yetmaydi. Agar shuncha ma'lumotim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta profilga obuna bo'ling va shu ko'rib turgan videongizga bitta like bosib, bizni kuzatib boring. Siz uchun foydali va to'liq ma'lumotlar berib boraman. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni saqlab qo'yinglar.